Shunday chiroyli kolbasalarni oddiy uy sharoitida bemalol tayyorlasangiz bo'ladi. Siz hammasini oddiygina duxovkalarda pishirganmiz. Ko'pchilik aytadi, yo'q, kolbasaga katta kapitaliy apparatlar kerak, katta texnikalar kerak deb aytadi. Yo'q. Qizlar, shu narsani men juda ham ko'p takrorlayman. Hammasini oddiy uy sharoitida bajarish mumkin. Mana oddiygina duxovkalarda xilma-xil kolbasalarni pishirish mumkin, xilma-xil sosiskalarni pishirish mumkin. Hammasini oddiy uy sharoitida o'zingiz pechingiz bilan ham, duxovkangiz bilan ham bemalol pishirishga bo'ladi. Agar Toshkent shahrida imkoniyatingiz bo'lsa, offlayn darslarimizga qatnashib, bitta komanda bo'lib, hamma etaplarini o'zingiz bajarib, tayyorlab, mazasini ko'rib, shu orqali 100% o'rgansangiz bo'ladi. Undan tashqari, darslarimizda to'liq kalkulyatsiya beriladi, ya'ni sizni foydangiz, rasxodingiz hammasi to'liq ko'rsatiladi. Bilim insonni yuksaklarga ko'taradi deydi. Mana qancha ayollarimiz kelib darslarimizga qatnashib, oddiy uy sharoitida hech qanaqa ximikatlar qo'shmasdan mazali kolbasalar, sosiskalar tayyorlashni o'rganishadi va shu orqali juda ham daromadli, barakali biznes boshlashadi. Sizdan bizga o'xshab biznes boshlagingiz kelsa, darslarimizga onlayn formatda, offlayn formatda kelib bemalol qatnashishingiz bo'ladi. Oddiy uy sharoitida shunaqa chiroyli, mazali kolbasalar pishirishni o'rganamiz va juda ham daromadli biznes boshlaymiz. Hoziroq darslarimizga yoziling.